Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilari. Mana sizlarga navbatdagi Chester ugolig'imizni video obzorini boshladim. Bu terayda qilingan. Bitta ukamiz, aka, mana shunaqa dicha bozor yo'q, savdomda qiynalib qoldim. Aka, kanalingizni qo'yib sotib bering. Mana shunaqa dicha pulini yengil qilib beraman bozordan ko'ra aka degan uchun video obzor qildim. Mana ikkitasini strechi mana qog'oz, monosini ham qo'shimcha strech qilib qo'yilaveradi. Mana shu ikkitasi strech yo'q ekan. Qo'shimcha strech qilib beramiz, bo'lmasa mana ularni strechini yechib yuborsa ham bo'laveradi. Razmeriga keladigan bo'lsak, 430 ga 230, 3 ta katta pufigi bor. Pufilari ham mana 50 ga 70. 50 ga 70 lik pufi ekan. Xo'p, materiallari mo'shi material. Artib yuvib ishlatsa bo'laveradigan, kiraverishdan qo'rqmaysizlar. Misol mana ancha-muncha kir o'lgan bo'lsa, dog'ini artsanglar, misol ketadi, xudo xolasa inshaalloh. Mo'shi material, ichlari 100% terayda bo'lgan, sasna yog'och emas. Bu Chester modelimiz deyiladi. Bundan hozir 4 tamikin 5 ta rasvetkasi bor. Korishnivysi, seriysi, meni maloshniysi, ko'kimikini, havorangimikini bor ekan, 5 xil rasvetkasi bor ekan. Kimda kim ulgib oladigan bo'lsa, agar kimda kim ulgib oladigan bo'lsa, mana shu ugolo 4,5 million so'm. Xonadan tashqari. Xonani qo'shib oladigan bo'lsanglar, 500 mingdan 1 milliongacha xona bor. Display laminatdan tortib MDF laminatga davr 1 millionga davr xona bor. Xohlasanglar 4 oyalik, xohlasanglar 6 oyalik xon taxtalarimiz bor. Videolarimda ko'rgansizlar. Xon taxtalarini qo'yib beraman. Billa upakovka qilib chiqarib beraman. Qaysi viloyatga bo'lishidan qat'iy nazar, Andijon shahar ichi dastavkasi bilan tekin, Andijon shahar ichi dastavkasi bor. Ya'ni Andijon viloyati bo'ylab ham deylik. Andijon shahar viloyat bo'ylab dastavkasi ichida 4,5 million so'mdan kimga kerak bo'ladigan bo'lsa mana ketdi. Sidinalari Pampers Purjina. Sidinalari Pampers Purjina, orqalari o'zini materialida kamiga mana deb qoqilgan. Hadi aytaman usulay, mana debsi ham oxirigacha emas, endi kimlardir manaqa ekonom qilib qo'yadi. Bu meni o'zim ishim emas endi, lekin aka dedi, qo'rqmang, garantiya beravering dedi. Bir narsa bo'ladigan bo'lsa dedi, men dedi, aka dedi, javob dedi, pulini qaytarib ham beraveraman, xolasa dedi, anaqa qilib beraveraman aka dedi. Sizga ishonaman degan uchun video obzor qildim. Mana o'zim uyimga olib keldim, o'zim kanalimga qo'yib, aka o'zingiz kanalingizga qo'yib sotib beravering degan uchun o'zim kanalimga qo'ydim. Ismim Nodirbek. Bilasizlar, ancha-muncha misollarga garantiya bermagan ishlarni video obzor qilmayman. Bu bola garantiya qo'rqmasdan garantiya bergani uchun video obzor qilyapman. Xudo xolasa javob. Misol boshqa viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek 100 ming, 200 ming zaklatini berasizlarda, qolganini borgandan keyin to'lovini qilasizlar. Stolini aytib o'tdim, 500 mingdan tortib 1 milliongacha. Bu ugolovni o'zi komplet mashturishi hozir 4,5 million so'm. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, 3 xil 4 xil rasvetkasi bor ekan. Telefon nomerim qoldiraman, WhatsApp, Telegram ishlayapti. Murojaat qila olasizlar. Bugungi sana xudo xolasa 16-mart. Telefon qila olasizlar. Bugun xudo xolasa hali hozir iftorga ozmuncha vaqt qoldi. Iftordan keyin iftorga da ulgib qolsa, iftorga da bo'lmasa iftordan keyin video obzorimizni internetga joylaymiz. Xudo xolasa ko'rasizlar inshaalloh. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsanglar, chiroyli qilib upakovka qilib jo'natib beramiz. Bunimiz maloshniy svet deyiladi. Mana aytdim, mana salafani bor, mana ikkitada salafan yo'q. Mana burchak bilan mana bitta minida salafan yo'q. Ana shuni hisobiga rangni boshqacha beryapti. Mana. Lekin bir xil narsa. Sidinasiga qarasanglar ham bilinadi. 3 ta katta pufigi bor. Pufilarni yoniga sursanglar, ispanniy vazifasini bajaradi mana. Mana. Teng. Ko'rishinglar mumkin. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlarga yanada inshaalloh chiroyli ishlarimizni ko'rsatishda davom etamiz. Sizlar bilan doimgidek Nodirbekman. Telefon qilib murojaat qilishinglar mumkin. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishib gaplashishlik hammamizga nasib qilsin iloyim.